Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun insonlarning ehtiyoji va qanoat tuyg'usi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi insonlarning ehtiyojiniki qandaq bo'ladiganligi, insonlarning ehtiyojininki bizningki hayotimizdagi harakatlantirgich kuch ekanligi va qanoat tuyg'usi bilan bu insonlar ehtiyoji orasidagi munosabatlar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bolsun. İnsanların maddi və mənəvi ehtiyacı insanların ən mühim hərəkətləndirgüç gücü olub, bəzilərə bulubmu kambag'al və yoxsullarga nisbətən maddi ehtiyoc asası o'rinda tursa, yana bəzilərə nisbətən mənəvi ehtiyoc asası o'rinda turdu. İnsanların g'oyasi insanların eng muhim harakatlantirgich kuchi bo'lgan moddiy va ma'naviy ehtiyoji bo'libmi ma'naviy ehtiyoji asosida tiklanadi. İnsanların qanoat tuyg'usi insanların moddiy va ma'naviy ehtiyojini ma'lum doirada kontrol qiladigan muhim omil bo'lib, insonlarning qanoat tuyg'usi qancha kuchli bo'lsa, odatda ularning harakatlantirish kuchi shuncha ojiz bo'ladi. Ya'ni ular oson qanoat qiladigan bo'ladi. İnsonlarning qanoat tuyg'usi ojiz yoki kam bo'lsa, odatda ularning harakatlantirgich kuchi shuncha kuchli bo'ladi. Ya'ni ular osonlikcha qanoat qilmaydigan bo'ladi. İnsanların maddi ihtiyoji asosliqi insonlarning fizikalik ehtiyojini ko'z tutadigan bo'lib, u insonlarning yemak-ichmak, turalg'u joy, isinish, qatnash, bexatarlik va sog'lomlik ehtiyojlarini o'z ichiga oladi. İnsonlarning ruhiy ehtiyoji asosiy ruhiy ehtiyoji va yuqori darajalik ruhiy ehtiyoji deb ikki cho'ng turga ayriladigan bo'lib, asosiy ruhiy ehtiyoji deganda mutlaq ko'p sonda insonlar ehtiyojliq bo'lgan tavallik, sevgi, muhabbat, do'stlik va hurmatlanish ehtiyojini o'z ichiga oladi. Yuqori darajalik ruhiy ehtiyoj deganda u insonlarning sharaf va o'z qimmatini eng yuqori darajada amalga oshirish ehtiyojini ko'z tutadigan bo'lib, u insonlar ichida nihoyat oz sondagi bir qism insonlarga tava va yoki faqat shu insonlarda bu xil yuqori darajalik ruhiy ehtiyoj bo'ladi. İnsonlarning qanoat tuyg'usi insonlarning ega bo'lgan narsaga yoki yetmoqchi bo'lgan nishonga nisbatan mamnunlik his qilish tuyg'usi bo'lib, u insonlarning erishmoqchi bo'lgan narsaga yetarlik darajada erishganligini yoki yetmoqchi bo'lgan maqsad nishonga yetarlik darajada yetganligini bildirdi. İnsonlarning qanoat tuyg'usi muqim o'zgarmaydigan narsa bo'lmasdan, u yoshning, sharoitning, ko'chirmishning, kayfiyatning o'zgarishiga ergishib o'zgarib turdi. Yosh vaqtda normalda insonlarning qanoat tuyg'usi ojiz yoki kam bo'ladi. Yoshning cho'ng'ayishiga ergishib insonlarning qanoat tuyg'usi kuchayib mangadi. Ya'ni oson qanoat qiladigan bo'ladi. İnsanlarning qanoat tuyg'usi kuchli bo'lgan vaqtida qanday oqibatlar kelib chiqadi yoki insonlarning qanoat tuyg'usi kuchli bo'lgan vaqtida u insonlarda qanday alayliklar bo'ladi degan vaqtida insonlarning qanoat tuyg'usi kuchli bo'lgan vaqtida uning oqibati ham ijobiy ham salbiy bo'lishi mumkin. U mushu insonlarningki qanoat tuyg'usini qanday tangpunglashtirishga bog'liq. Yig'inchoqlab aytgan vaqtida insonlarning qanoat tuyg'usi kuchli bo'lgan vaqtida birinchisi undaq insonlarning hayotga bo'lgan talabi yuqori bo'lmasligi oson qanoat qilishi mumkin.
ikkinchisi bak cho'ng ishlarni qilolmasligi, saxovatlik bilan ko'proq shug'ullanishi mumkin. Uchinchisi hayoti oddiy sodda, ruhiy kayfiyati yaxshi va sog'lom bo'lishi mumkin. To'rtinchisi boshqalarga hasad qilmasligi, boshqalardan qizg'anmasligi mumkin. Beshinchisi shuhratparastlik qilmasligi, boshqalarga o'ra ko'lamasligi mumkin. Oltinchisi hayotdan kutadigan cheklik bo'lg'achqa jafo mushaqqatga chidamliq bo'lishi mumkin. Yettinchisi duch kelgan haqsizlik va adolatsizlikka sabr va sukut qilishi, ko'p shikoyat qilmasligi mumkin. Yuqorida ko'rganinglardagidek bu insonlarning qanoat tuyg'usi kuchli bo'lgan vaqtida uningki oqibatlari ba'zida ijobiy bo'lsa, yana ba'zida salbiy bo'lishi mumkin. U yuqorida men deb o'tgandagidek shu insonlarning qanoat tuyg'usini qandoq tangpinglashtirish masalasiga bog'liq. Undaqda bu insonlarning qanoat tuyg'usi ojiz yoki kam bo'lgan vaqtida qandoq oqibatlar kelib chiqadi yoki mush qanoat tuyg'usi ojiz yoki kam bo'lgan insonlarda qandoq alayliklar bo'ladi degan vaqtida o'xshashla insonlarning qanoat tuyg'usi ojiz yoki kam bo'lgan vaqtidami uning oqibati ham ijobiy ham salbiy bo'lishi mumkin. Yuqorida men deb o'tgandek uning oqibati eng muhimi insonlarning qanoat tuyg'usini qandoq tangpinglashtirishga bog'liq. Qisqacha qilib aytgan vaqtida insonlarning qanoat tuyg'usi ojiz yoki kam bo'lgan vaqtida birinchisi hayotga bo'lgan talabi yuqori, oson qanoat qilmaydigan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi cho'ng ishlarni qila olishi mumkin. Hech ishni qilolmasligi mumkin. Albatta bu shu odamningki boshqa xarakterlarga bog'liq. Uchinchisi hayoti tirishchanlik, aldirashchanlik, jafo va jiddiychilik ichida o'tishi mumkin. Ya'ni bu qanoat qilmaydigan, ya'ni yoki bo'lmasa qanoat tuyg'usi ojiz yoki kam bo'lgan, oson qanoat qilmaydigan insonlarning hayoti aldirashchanlikda tinim topmaydigan shu xil suratda o'tishi mumkin. Chunki ular oson qanoat qilmag'achqa birga erishgandan keyin yana biriga erishgisi keladi. Shu sababdan ularning hayoti bir xil jiddiychilik ichida o'tishi mumkin. To'rtinchisi muvaffaqiyat qozonganlarni hasad qilishi, qizg'anishi mumkin. Bumi ularningki shu oson qanoat qilmaydigan xarakteri bilan munosabatlik. Beshinchisi shaxsiyatchi, shuhratparast bo'lishi, boshqalarga o'rik bo'lishi mumkin. Normal o'ziningki bundaq insonlar normal o'zining tirishchanligiga tayinib erishmoqchi bo'lgan narsaga erishaolmagan vaqtida yoki o'zi erishgan narsaga qanoat qilmagan vaqtida boshqalarga o'rik bo'lishi, boshqa shaxsiyatchilik qilishi mumkin. Oltinchisi hayotdan kutadiğini yuqori yoki cheksiz bo'lg'achqa ochko'z bo'lishi mumkin. Bumi ularniki oson qanoat qilmaydigan xarakteri bilan munosabatlik. Yettinchisi duch kelgan haqsizliklarga hargiz sukut qilmaydigan bo'lishi mumkin. Sakkizinchisi adolat tuyg'usi kuchli, ko'p shikoyat qiladigan bo'lishi mumkin. Bunimi sizlar ko'rayotganinglardek bu insonlarning qanoat tuyg'usi ojiz yoki kam bo'lgan vaqtida sizlar yuqorida ko'rganinglardek uning oqibatimi ham ijobiy ham salbiy bo'lishi mumkin. Eng muhimi bizningki bu qanoat tuyg'umizni qandoq tangpinglashtirish masalasiga bog'liq. Shunga mayli bizning qanoat tuyg'umiz kuchli bo'lsin yoki ojiz yoki kam bo'lsin, uning oqibati ham ijobiy, ham salbiy, ya'ni ham yaxshi tarafdan, ham nachar tarafdan ifodalanishi mumkin. Shunlashqa biz bu yerda bu masalani to'g'ri tushunib yetgan vaqtimizda anandan keyin uni o'zimizningki konkret ahvoliga bog'lashtirib, uni yaxshi tangpinglashtira olishimiz mumkin. Bugunki bu insonlarningki ehtiyoji va
qanoat tuyg'usi to'g'risida so'zlamoqchi bo'lgan qisqa leksiyani mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizga aql, farosat, kuchlik iroda va sog'lom tafakkur ato qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xush. Xudoga omonat.